Assalomu alaykum Zamima ota obunachilari. Mana bugun 31-iyul 2026-yil. Yozning 2-oyini ham oxirgi kuni. Bugun ham bir jazirama bilan o'tib ketyapti shu 2-oy ham. Ushbu kabinali motorolimiz sotildi. 500 kglik kabinali motorolimiz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga sotildi. Mana hozir ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana BMW rullar taqilgan, elektronli tablo, gidravlika rollari, elektronli tablo, magnitofon, kolonkasi, bluetooth, fleshkasi bor. Mana oynalarni, obshipkalari ko'rishlaringiz mumkin. Tepada lyuklari, ventilyatorlarigacha bor mana. Va ushbu modelimizda Damkrat balon kulishlari bor, jileti bor, zaryadniki bor, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ruchnoy tormozi, понижний повышенныйsi bor, razdatkasi. Balonlar albatta mana bunday shiroki balon, katta semiz balondan. 6 ta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Mana miya motorlarini ko'rishlaringiz mumkin. 4 ta most nimasi, amortizatori, 4 ta resori bor. Albatta 4 ta prujinalari ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib bo'lgan ushbu kabinali motorolimiz. 160 ga 110 bortlarning razmeri 160 ga 110. Fotografiya ko'rinishlari. Bortlari ham juda ajoyib. Mana bu yon tegalar bilan mo'ljallangan va buni narxiga keladigan bo'lsak, $1450 ga dastavkasi bilan Andijon viloyati Baliqchi tumaniga dastavkalarini qilib beryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu motorolimizdan cheklangan miqdorda qoldi, oz qoldi. Ulgurib qolinglar. Kimga mana shunday motorollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.